O'zbekistondagi eng arzon va eng chiroyli dam olish hududidamiz. Videoni boshlashdan oldin like bosib qo'ying, chunki men narxlar bilan tanishtiraman va bu yerda dam olish qanchaga tushishi haqida aytib o'taman. Ohangaron tumanining Ertosh qishlog'i bo'ladi. Qarsingizda baland tog'lar, bu tomonimizda bo'lsa o'sha kattakon qor ko'chkisi uyumi oldida turibmiz. Ko'ryapsizlar, qor ko'chkisining uyumi ostidan suv erib oqyapti. Ko'ryapsizlar, tagini ko'rsating, suv erib oqyapti. Tagida yamalar bor. O'shaning uchun ham ehtiyot bo'lamiz bu yerga kelgan paytimizda. Mahalliy aholi bilan gaplashdik, ularda aytishi bo'yicha so'nggi 10 yillikda bunaqangi katta qor ko'chkisi bo'lmagan. Bu yil qor haddan ortiq ko'p yog'di va mana shu qor ko'chgan paytda ikki chekkadagi dachalar, o'sha so'rilar, tapchanlar, konteynerlarni ham kerak bo'lsa sudrab ketgan, qurilgan binolarni ham sudrab olib ketganini mana shu kadrlarda o'zingiz ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Toshkentdan 2 soatlik masofada joylashgan Ertoshsoy turizm qishlog'i tabiati bilan hammani hayratga soladi. Bu yerda siz qimmat villalar, komfort dachalarni topa olmaysiz. Chunki Ertoshsoy tabiatni sevadiganlar uchun so'lim maskan. Tapchanni arendaga olasizda mazza qilib soy bo'yida qorli tog' bag'rida dam olasiz. Soyda suvlar toshdan toshga urilib shunaqangi chiroyli oqadi. Qushlar shunaqangi sayraydi, mazza qilasiz. Yozda kelsangiz katta sharshara, osma dor yo'lini va zipline-ni ko'rishingiz mumkin. Adrenalin ishqibozlari uchun yozda bu yerda hamma sharoit bor. Hozir esa mana shu sharshara yo'li qor ko'chkisini ostida qolgan. Qor eriguncha kelsangiz siz faqatgina tabiatning go'zalligidan mazza qilib bahra olishingiz ham mumkin bo'ladi. Tunov kuni yoqqan kuchli yomg'irdan keyin Ertoshsoy suvi ko'tarilgan va ayrim ichki yo'llarga shikast yetkazganini ko'rib turibmiz. Ya'ni sel ichki yo'llarda ayrimlariga shikast yetkazgan, lekin asosiy siz dam oladigan yo'llar shikastlanmagan, bemalol borishingiz mumkin. Faqatgina shu zipline tomon, sharshara tomon, osma dor yo'li, oyna ko'prik tomonni qor ko'chkisi to'sib qo'ygan. O'sha tomonga o'ta olmaysiz. Lekin shu qor ko'chkisining oldida ham mazza qilib tabiatdan bahra olib dam olishingiz mumkin bo'ladi. Diqqat qiling, qor ko'chkisining ostidan g'or bo'lib eriy boshlagan. Qor ko'chkisining ustiga chiqishda aslo tavsiya bermayman. Ayniqsa bolalarni qor ko'chkisining ustiga chiqarmang. Istalgan payt o'nlab metr pastga qor uyumi ostiga cho'kib ketishingiz mumkin. Omon qolish foizi juda ham past. Qor ko'chkisi mana shu joydagi binolarni ham, tapchan, chayla dachalarni ham buzib tashagan. Qarang, qor ko'chki mana shu balandlikda bo'lgan. Hozir mana shu darajada turibdi. Ya'ni qor ko'chkining balandligi juda ham baland bo'lgan. Bu nima degani? Bu yil qishloq xo'jaligida suv yaxshi bo'ladi degani. Xudo xohlasa, chunki baland tog'larni ham ko'rsatib qo'ying. Hali qorlar 2-3 metr qorlar turibdi. Mana bu daraxtlarni ham ko'rsating, sindirib tashagan. Bu yoqdagi inshootlarni qarang, hammasini buzib tashagan. Endi mana buni qarang. Qay darajada mustahkam temirni qor ko'chkisi buzib tashagan. Hozir mana pastda qor ko'chkisi, bu degani yana qor ko'chkisi mana shu holatdan kamida 20 metr balandda bo'lgan. O'sha birinchi kelgan payt. Qishda qor ko'chkisi bo'lgan paytda. Hozir ham 50-60 metr qor ko'chkisi bor. Ko'ryapsizlar, chiqmanglar desak ham baribir qor ko'chkisining ustida oilaviy bolalar bilan xavfli joyda o'ynashyapti. Endi nima deysizlar bunga? Izohda yozib qoldilar. Demak, tepaga chiqamiz. Qor ko'chkisi mana shu tol daraxtini ham ko'chirib tashaganini ko'rib turibsiz. Qor ko'chkisini ko'lami juda ham katta, juda ham katta. Hozir biz mana yerdan taxminan 30-40 metr tepada turibmiz. Biz demak tagimizda 30-40 metr pastimizda yer bor. Ertoshsoyda biz bir tapchanni ijaraga oldik, 70 ming so'mga oldik. Narxini aniq aytdim, o'shaning uchun videoga hoziroq bitta like bosib qo'ying. Agar tabiatni sevsangiz ham videoga like bosib qo'ying. Tog' hududida odamlar momo qaymoq terishyapti. Bir bolakaydan bu haqda so'radim. "Ey, nimaga sen momo qaymoq teryapsan?" desam, "Aka, bu dorilikka biz bu momo qaymoqlarni terib, quritib keyin yozda sotamiz" dedi. Nimaga doriligini ham aytdi menga. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Momo qaymoq guli qanday kasalliklarga shifo bo'ladi? Kommentariyaga yozib keting.
Tog'da chorva mollari o'zlari oziqlanib, kechga uyga qaytib keladi. Ko'pchilik aholi qurt sotish bilan shug'ullanadi. Plus Ertasoyda 5 kishi bir kun dam olishimiz 70 ming so'mga tushdi. Kishi boshiga 14 ming so'mdan. Bu narx qimmatmi yoki arzonmi? Kommentariyaga yozib keting. Tapchan egasi bizda hattoki tog' qatig'i bilan ham siyladi. Ravoch bilan ham mehmon qildi. Piyoz esimizdan qolgan ekan, piyoz ham berdi. Xullas, maza qildik. Baribir tog'liklar mehmon do'st va sodda, oqko'ngil, samimiy inson bo'lishadi. Shuning uchun men tog'liklarni juda ham hurmat qilaman. Ertasoyga kelish uchun aniq lokatsiyani Telegram kanalimda qoldiraman. Mana shu video ostida Telegram kanalimga link bor. O'tib obuna bo'ling, chunki siz boshqa lokatsiyalarni ham ko'rib borasiz. Hali yoz bo'yi juda ham ko'p sayohat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, videoga hoziroq bitta like bosib qo'ying, chunki men videoni yarmidan tashlab ketmasdan oxirigacha ko'radiganlarni hurmat qilaman. Shuning uchun ham videoga like bosib qo'ying. Tabiat hududiga kirish bepul. Takrorlayman, qor ko'chkisi ustiga chiqmang. Bu hayot uchun xavfli. Tabiatni shunchaki tomosha qiling va tabiatdan lazzatlaning.